Akalar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammalaringga juma ayyomi muborak bo'lsin. Damaschi akalar bilan zapchast purushchi akalar o'tkazmay turinglar videoni. Sizlar uchun foydali video qildik. Damas minigollar akalar bozorda mayatni olib turganda hushyor bo'la olinglar. Keyin zapchast purush ayrim qo'shtirnoqchida zapchast purush akalar puliga uchib bunaqangi arzon mayatni olib ketyapsizlar bozordan mana. Birinchidan lufti bor mana, ikkinchidan og'ir ishlashi. Hozir akam kelishdi, mashina ruli og'ir deyishdi. Buni yechib turib mana koreyskiy korpus mayatni qo'yib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, birga tomosha qilasizlar. Ketdik. Akalar mana yechdik, o'sha ichlari chochilib chiqdi. Mana vtulkalari. Plus sizlar ko'p aytaman, tepasi kichkina pachivnik, hech qancha yurmaydi. Mana kichkina bo'ladi deyman. Mana farqi akalar. Ko'ryapsizlarmi? Qancha farqi bor ustida. Plus buni biznikini tagiga tushib qolmaydi pachivnigi. Mana ahvol. Ham g'irtillab qolgan rullari og'irlashib qolgan, ham taraqtur qilib qolgan. Mana shuni qo'yib beramiz. Xudo xolasa rullar cho'tki bo'ladi, ham qaytib mayatni qo'yishmaydi. Tanlovda adashmanglar, zapchast purush akalar, ayrimlaring pulga uchib arzon narsa olib ko'p foyda qilaman demanglarda, odamlarni ham o'ylaylar. Odamlarning hayoti kerak hammaga. Jonlar sog' bo'lsin. Akalar mashinamiz tayyor bo'ldi. Rul burilishlarini bitta ko'rsataman, baho berasizlar mana. O'ta yengil holatda bo'ldi. Mayatni mana o'zimizni koreyskiy korpus qo'ydik. Bitta sharoylar ketib ekan, qo'yib, amortizatorlar qo'yib, cho'tki qilib berdik. Akamiz juda ham xursand bo'ldilar, faqat videoga olmayin deyishdi. O'shancha mana ko'rib berasizlar, cho'tki bo'ladi mana shunaqangi. Jonlar sog' bo'lsin.